Pepsi Fergana. To'xtang, bugun meni ssenariyim bo'yicha video olaylik. Xo'p, mayli, shartim bor. Agarda shu pulni usha oladigan bo'lsangiz, sizni ssenariyingiz bo'yicha olamiz. Usha olmasangiz, meni ssenariyim bo'yicha olamiz. Xo'p, mayli. Xuddi shu holatda davom etamiz. Xo'p, Voy, meni ssenariyim bo'yicha boshlaymiz. biz Pepsi Ferganadanmiz. Shartimiz bor. Shu pulni shuni turganicha ushlab qolsangiz, sizga Pepsi Fergana tomonidan sirli sovg'amiz bor. Shartimizni boshladik. Birinchi ishtirokchilarimiz 1, 2, 3. Bo'ldi. Birinchi ishtirokchilarimiz g'olib bo'lishdi. Sog' bo'linglar. Tayyorsiz? Nechigacha sana? Tayyorli. Nechigacha? 2 gacha? 2 deb hisob hisobmi? 2. Akamiz eplay olmadilar. 3 ham hisob. 3. Eplay olmadilar. 3. Yana eplash olmadi. 1, 2, 3. Malades. Mana sizga Pepsi Fergana tomonidan hadyamiz. Sog' bo'ling. 1, 2, 3. Ushlab olishdi. Mana, bizni kuzatishda davom eting. Bizda kichik bir ishtirokchimiz. 1, 2, aniq tayyorsiz? 3. Malades. Mana sizga Pepsi Fergana tomonidan hadyamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Kichkintoylarimiz bilan davom ettiramiz. 1, 2, 3. Malades. Epladilar. Mana sizga sovg'angiz, bizni kuzatishda davom eting. Xo'p, ana ko'rdingizmi? Bugun Pepsi Fergana tomonidan ko'pchilikka kayfiyat ulashdik. Xo'p, sizga ham to'g'ri. Keyingi safar meni ssenariyim bo'yicha video olamiz. Bo'ladi. Yana bir yangilik, obunachilarimiz soni 10 mingtaga yetgan kuni Pepsi Fergana tomonidan qimmatbaho sovg'alarimiz bor. Buni yutib olish uchun bizga obuna bo'ling. Aytgancha, sovg'alarni izohda yozib qoldiramiz.